Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari, hurmatli havaskor bog'bonlar. Mana bizning 3 yillik mana shu urug' ko'chat behidan tayyorlangan urug' ko'chatimizni ekib, mana shunday holatga keltirdik. Mana shu yerda mana kichkinagina mana shu bog'imizni tashkil qilyapmiz. Xabarlaringiz bor. O'tgan videolarimizda ekish jarayonlarini ko'rsatganmiz. Mana endi bu yil bahorda mana shunaqa qilib turib iskana payvand qilib nok behiga nokni uladik. Mana natijalar mana shunaqa qilib. Endi yana bir narsani aytib ta'kidlab o'tmoqchiman. Nasib qilsa, Xudo xolasa, bu noklarimizni kardon usulida, ya'ni hozirgi intensiv bog'dorchilikdagi qo'llaniladigan palmetta kardon degan usullarda, ya'ni aytsak UFO usulida mana shunday ikkita yelkani, ikkita shoxni mana shunday biz mana shu ikki tomonga yuboramiz, mana o'ng tomonga va chap tomonga. Mana shoxlarni mana shunday qilib yuborib, endi nasib qilsa mana o'rtada birinchi bu yilgi payvandimizni qildik mana shu yerga. Keyin Xudo xolasa mana o shoxga, mana keyin bu shoxga, keyin mana unga, bu shoxga, keyin mana o shoxga mana shunday qilib turib payvandlaymiz. Natijada mana shunday UFO usulida, ya'ni ikki yelkali UFO usulidagi mana shu nokni yetishtirish bir usulini amalga oshirishni harakat qilib ko'rmoqchimiz. Sizlar bilan baham ko'ryapman. Mana bu yilgi natijalarimiz, mana ulagan payvand ushlarimiz mana hozir endi 50 santimetrcha bo'y berib qoldi. Nasib qilsa bularni mana shunday qilib tarbiyalab, mana shunday shaklga keltirib, mana buni ham ikkita yelkasi bor. Ikki tomonga ketgan. Mana shu shoxlarga nasib qilsa payvandlab noklarimizni, asosan qishki sortlarni, ya'ni qishki navlarini mana shu behiga payvandlasak degan niyatimiz bor. Mana shuni bir tajriba tariqasida sizlar bilan baham ko'ryapman. Nasib qilsa, Xudo xolasa, keyingi natijalarni ham mana shunday video suhbatlarimizda olib boraveramiz. Sizlarning ham qanday takliflaringiz, qanday qilayotgan tajribalaringiz bo'lsa, hurmatli bog'bonlar, marhamat izohlarda qoldirib birgalikda mana shunday qilib turib, mana asosiy shoxdan mana tikka o'sgan yon shoxlarni tikka vertikal holatda, o'zining asosiy shoxini gorizontal holatda yuborib, undan chiqqan shoxlarni mana vertikal holatda mana unday qilib turib mana ulab, mana uladik bu yil. Mana shu ulashning natijalari mana natijalar. Nasib qilsa mana shu shoxlarni mana shunaqasiga vertikal yuborib, keyin simbag'izda mana shunday amalga oshirish niyatimiz bor. Mana bunisi bir tomonlama. UFO usulidagi mana bir tomonlama. Mana urug' ko'chatdan chiqqan shoximizni mana shunday yuborib, mana shunday vertikal shoxlarga ulab, mana oxirgi bu yilgi mana natijamiz. Bu yilgi natijamiz mana ancha nokimiz o'sib rivoj bo'lib qoldi. Mana shunday qilib keyinchalik buni simbag'izga tortsak ham bo'ladi. Mana shunday qilib turib intensiv usulda nok yetishtirishni bir tajriba tariqasida ko'ramiz. Izohlarda qoldirib birgalikda nasib qilsa mana shunday tajribalarimizni baham ko'ramiz degan niyatdamiz. Mana shunday qilib turib natijalarimizni qo'lga kirityapmiz. Inshaalloh mana shu yerimizda bir chiroyli nok bog'ini intensiv usulda yetishtiramiz degan niyatimiz bor. Salomat bo'linglar. Keyingi
video suhbatlarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar. Bog' eking, yaxshidan bog' qolur.